Assalomu alaykum aziz muxlislarim, obunachilarim, barchalarga do'stlar, ko'rib borayotganlaringizdek bo'ldi, rushatkalarni qoqib bo'ldi, qilayotgan ishlarimizni. Kecha mana prof nastillarimiz ham kelgan, razmerlarni qo'yib qo'yganmiz, ajratib. Hamma razmerni alohida qilib, mana ko'rib turganlaringdek do'stlar, mana bizni kuzatishda davom etasizlar, bitta layk otib, obuna bo'lib. Orqa tomonda mana bitta kukushkasi bor, bu tarafida mana ko'rib turganlaringdek azizlar. Obuna bo'lib, layk tugmachalarni bosib turingizlar. Bizni qo'llab turishda davom etasizlar mana. Xudo xolasa balandligini o'rtasi perigondan 370 olganmiz. Strabilani o'tirishi bilan tepasiga 15 sm strabila bilan 385 ga to'xtayapti, xudo xolasa. Prof nastilni 1 sm qovurg'asi bilan 386 ga to'g'ri kelyapti, xudo xolasa azizlar.